Bilimsiz kishilar tamoman hayvonga o'xshaydi. Mard, jasur bo'lib yetishadigan o'g'lonning kichik vaqtidala belgi nishoni bo'ladi. Buningga taqlid qilingan bu beytni angla. Cho'nqur tushansang, ma'nosi texmi ichiladi. Bo'ladigan hamma narsaning o'ziga yarasha belgisi bo'ladi. Bu belge kichikidan cho'ngaygacha bir o'lcham bo'lib qoladi. Meva-chevining bo'lishini chechkidan ko'rish lozim. Hamma narsa buningga o'xshash deb bilish lozim. Bilimlik o'z bilimi bilan bundoq ta'lim beradi. To'g'ri, chin kishi bo'lsa, uni ko'zingiz turtkin. Qarag'in. Aql buningdanmi yaxshiroq aytadi. Sodiq kishi uchun jon bersang ortiq ketmaydi. To'g'rilik deb aytishidi. U to'g'rilik qaysi? U omonatga xiyonat qilmoqchidir. Kishilar ishida komil erkak kim? Mijozi to'g'ri bo'lsa, uni komil er desa bu. Kishilar ishida maqtashga loyiqlar kim? Mard sexim maqtaladi, bexil so'kiladi. Odam bolasini bechora deyishga to'g'ri keladi. Kun bo'yi dunyo yig'idi, yeyishga nisib bo'lmaydi. Ba'zisi tinmay yugurib dunyo kezadi. Ba'zisi jinini tikib dengizga kiradi. Ba'zisi tog' qizib qiyolot tuviga boradi. Ba'zilari yarg'ulashlab yalang'oyoq yuguradi. Ba'zisi dovon eshib daryolar kechadi. Yana ba'zilari yer qizib quduqdan suv ichadi. Ba'zisi janglarda qilich palti yeb halok bo'ladi. Ba'zisi qal'a turalarda ishlab qiriydi. Ba'zisi o'g'ri, aldamchi, qaroqchi, hiylagar, ba'zisi bosmichi, qotil, qirg'inchi bo'ladi. Bu mushaqqatlarning hammasi nafsi kiyim kechki uchundir. Mal dunyo to'playdi-yu, yemaydi, o'lganda pushaymon qiladi. Bular hammasi bilimsiz kishilarning ishidir. Bilimsiz kishilar tamoman hayvonga o'xshaydi. Mayli yot, mayli dunyo kezib yugur, qismatingda nima bo'lsa, sana shu tegadi. Ey olim dona, diling va tilingni to'g'ri tut. Sening yemak ishmaking o'ksib qolmaydi. Boylik va dunyoning yaxshi ne'matlarini tilasang, uningga to'g'rilik bilan erishalaysan. Yana bir dunyoga erishay desang, uni chin va to'g'rilik bilan qo'lga keltir. To'g'rilik bilan jahon tutgan va aqli yetilgan kishi nihoyat yaxshi aytgan. Bu dunyoda o'zingga boylik tilamoqchi bo'lsang, to'g'ri odam bo'l, to'g'ri so'z qil. Yana bir dunyoga erishay desang, o'zingni, diling va tilingni to'g'ri tut. Kishilar to'g'ri harakat qilsa, ularning kuni qandoq go'zal o'tadi, ha? To'g'rilik va chinlikni o'zingga hamroh qil.